Homiladorlikda xavfli vaziyatlarda kuzatiladigan belgilar. Oxirgisi eng xavfli hisoblanadi. Birinchi, o'tkir og'riqlar. Bu ugroza belgisi bo'lishi mumkin. Ikkinchi, kuchli shishlar. Bu gistoz bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarda bo'ladi. Uchinchi, homilani kam harakat qilishi. Bu holatlarda biz ko'proq gipoksiya belgilarini o'zida topamiz. Patsientlarimiz aksariyatda homilam ko'p qimirlayapti, gipoksiya bormi, kislorod yetishmovchiligi yo'qmi deb kelishadi. Aslida yaxshi qimirlagan homilangiz bu holati yaxshi degani. Homila agar qimirlasa, bu uni holati yaxshiligidan belgi bo'ladi. Gipoksiya belgilari esa aksincha bolani jim bo'lib qolishi. Oxirgi to'rtinchi bu qon ketishlari. Ko'proq qon ketishi bu platsentani, ya'ni yo'ldoshni oldindan ko'chishi belgisi. Juda ham xavfli vaziyat. Qon ketish holatlarida zudlik bilan roddomga murojaat qilishingiz shart bo'ladi. Undan oldingi vaziyatlarda ultratovush tekshiruvidan o'tib, ginekolog maslahatini olishingiz kerak bo'ladi.